Banan issiq belvaq, subtropik belvaqdagi rayonlardan chiqadi. Banan g'amkinlikni tugatadiganlikdan Yevropaliklar uni shodlik mevasi deyishidi. Qizlar bo'lsa bananni urug'lash mevasi deb qaraydi. Banan yana aql farosat mevasi deb ataladi. Banan tarkibida vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, shuningdek kalsiy, fosfor, temir, kaliy qatorliq mineral moddalar bor. Banan ruhiy besimni unumli holda yengillatadi. G'amkinlikni tugatib, odamni shodlantiradi. Uxlashdan burun banan yeganda tinchlantirish roli bor. Banan urug'lash uchun foydali. U teri, chashning sog'lomligini unumli holda qo'g'daydi. Putqo'l terisi yerilishga qarta intayin unumli. Uning ustiga terini siliq va yumshoq qiladi. Banan sakta va yuqori qon besimning oldini oladi. Qon besimini tuvallatish, qon tomirlarini asrash rolini o'ynaydi. Bananning uchayni siliqlab, cho'ng tarafni ravonlashtirish, o'pkani siliqlab, yo'tal to'xtatish, issiqni yondirib, zaharni qaytarish, hazm qilishga yordam berish va badanni quvvatlantirish roli bor. Hamisha banan yeb berganda miyani sog'lomlashtiradi.